Assalomu alaykumlar. Tomorqa biznes kanali muxlislari, yaxshimisizlar, tinchmisizlar va bugun xudo xolasa mana ishlab bo'ldi inkubator. Kecha qo'yib yuborsak ham bo'lardi, lekin kecha nimagadir charchadik va o'sha chillada hozir o'sha kam chiqqanligi uchun biroz o'ylab qoldik. Bu balkim sentyabrda qo'yib yuborarmiz, ya'ni yangi partiyani-da. Balkim kutib turarmiz degan bir xayol ham, fikr ham keldi. Lekin aytdik, ungacha yana bir oy bor, yana bir partiya chiqsa bo'ladi. Shuning uchun tavakkal qilamiz. Allohga tavakkal deb endi men buni olib podvalda qo'yadigan bo'ldik. Podval endi salqinroq, o'sha kecha men qaraganim 27 gradus Selsiy. Obeddan keyin 27 gradusda turgan edi. Zo'r anaqa nimasi, harorati. Xullas, nima bo'ldi? Men shuni endi tozalash kerak. Men bu joyda mana bo'ldi-da, mana shu joyda yechiladi, mana shu joydan o'g'irladi. Keyin mana bu chiqadi. Mana bilan bunday olib turamiz. Ustiga olib turiladi. Yelik anaqasi bu. Zanjiri. Mana bilan tozalaymiz. Mana buni tozalab olamiz. Qo'yib olamiz ko'chaga. Mana bu ichidagi suv idishlarni olib, yuvib, tozalab, hammasini chiroyli qilib qo'yamiz-da. Bo'ldi, taxlamiz. Shu bilan bismillah deb buni hozir podvalga tushunamiz-da, yangi anaqani boshlaymiz, partiyani boshlaymiz. Sen aytgancha yana men buni qo'yishim kerak. Yangisini olib kelganman. O'shani qo'yishim kerak, xudo xolasa. Datchikni, bu nimani datchiki bilmadim. Bu ikkita datchiki bor bu yerda. Namlikni, temperaturani, o'shuning uchun yangi bittasi bor. Namlik va temperaturaga ko'rsatadigan, o'shani qo'yishim kerak. Yangisini uni ham sizlarga ko'rsataman nasib qilsa. Mana setkasini olib tashladim. Setkasini olib tashlaganda mana bu buni o'zimiz qo'yamiz qo'shimcha namligi uchun. Mana asalariga sirop beradigan idishlar qo'yilgan mana. Mana ko'rasizlar, bu ham o'zini suvi aniq qo'ygan, mutli bo'lib qolgan. Xiraroq bo'lib qolgan. Eng yomon xirasi mana shu ho'ydi. Buni olib tashlaymiz. Tozalab, yuvib, perikislab, sepib, qilib o'sha yana perikislab обработка qilib yuboriladi va xudo xolasa yangi partiyaga bismillah deb boshlab yuboramiz. Mana shuni o'zgartirishim kerak, mana turgan narsani temperaturasini ham tagiga chiroyli qilib qo'yamiz. Ular shunaqa gaplar. Xudo xolasa rezultatni, ya'ni natijani sizlarga ko'rsataman. Ichini olib, tozalab, artib qo'ydim. Xudo xolasa hali perkis qilamiz. Setkasiga, boshqasiga mana setkasini ham hozir ko'rsataman. Mana setkasi. Perkis qilib qo'yishimiz kerak buni. Birozgina dezinfeksiya deydi-ku, o'sha holat uchun. Xo'p, keyin mana bu datchikni qo'yishim kerak. Mana hozir nakleykasin olib tashlasak, nimalarni ko'rsatadi. Termometr, ya'ni temperatura, влажность ko'rsatib turibdi. Mana bu yerda nimasi bor, shuni simini chiqarib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerdan buni ochilib, shundan chiqadi. Menimcha hozir buni ham ochishimiz kerak. Men buni ochaman-da. Ichkarisidan bu yoqqa o'tkazib qo'yaman. Buni o'zini mana shu joylarga qatgandir. Mana shu joylarga bir aniq qilib qo'yaman. Faqat qo'yib qo'yamiz-da. Qotirmayman, faqat qo'yib qo'yaman. Keyinchalik bunaqa qotirib qo'yadi, yo'lni qilamanmi? Va hokazo shu ishlarni bajaraman, xudo xolasa. Bo'lgandan keyin sizlarga nima qilaman, ko'rsataman. Men bitta hozir mana shu payorda hammasini ochib, ichiga joylashtirib qo'yishimiz kerak. Mana ichki ko'rinishi nimasini oldim. Bu idishni oldik. Mana nimasi, shurublari. Ichida mana shu ahvol. Hozir miyasi bor ichida xullas. Mana bu переключательlari, u yoqdan to'q keladimi? Xullas, soddagina qilgan. O'zimizning o'zbeklar chiroyligina qilib, oddiy-sodda qilib qo'yishgan. Ichida yana nimadirlar ham bor ekan, qarang mana bu yerda. Bu nima bu narsa bu ham? Nimadirlar bor ekan-da xullas. Mana bu joyda mana nariga ketgan datchiklar turibdi. O'sha datchiklarga xudo xolasa bu datchiklarga ham simulanganmi, bilmayman. Hozir chiroyli qilib datchikni jo'natib qo'yamiz nasib qilsa yoqqa. Yo'q, tepadanmi? Yo'q, bu yoqdan edi, mana bu yoqdan edi. Mana bu anaqaniki. Влажностьник. Mana bu temperaturaniki. Mashqa hozir tirs qilib o'zimga qilib qo'yaman-da. Olib kelganman. Shunda u bu yoqda, mana bu yoqdan chiqib turadi. Boya ko'rsatgan o'tda simiga, anaqa to'q bo'lgan simga ularni qilmaymiz. Tegmaymiz ularga. Xullas, mana datchikni bu yerda o'tkazib qo'ydim. Mana bu ko'rsatkichlari. Влажность, namlik 60%, mana bu ichkarida 29, tashqarida 25 deyapti. Hali farqini bilmayman.
Uzunligi 63 ko'rsatyapti, bularni ko'ryapsizlarmi? Temperatura 27 ko'rsatyapti. Bu mana bu kichkina, mana bu narsa ekan mana. Mana shu kattasi ekan mana shu. Mana bu esa hozir qo'yganimniki. Uni qo'ydim, xullas mana bu joyda mana olib tashladi, mana shu nimasini, motorchikini olib, mana bu ikkita narxasini olib, shu tagiga chiqazib qo'ydim, xolos, bo'ldi. Perikis, oddiygina idishda perikis solib, pisilladi, sepib chiqdi mana bu. Hammasiga sepib chiqdik, mana idishlarga ham sepdik tash. Mana qarang, bola yig'layapti. Bola ammasini kutyapti. Xullas, bo'laylik. Xo'p, yana bir marta assalomu alaykumlar. Videomiz davom ettiradi va xullas mana inkubatorni qo'ydik. Yangi joyga, podvalga, butlarga ahamiyat bermaysan. Podval hammani podvaliga o'xshab, bizning podval ham xuddi shunaqa yotibdi. Naradan quyonchalar turibdi. Xullas, mana oddiy kardon ustiga qo'yib qo'ydik. Ichini tozaladik, yuvdik. Yangi xudo xolasa termometrlarni qo'ydik mana. Mana ha bo'lib turibdi mana. Mana shunaqa turibdi mana. Hozir 59 namlik 26.5 ichkaridagi issiqlik ko'rsatyapti. Mana shu tepadagi adashmasam shu bo'lsa kerak. Narada qarang, o'ziniki 61 ko'rsatyapti. Lekin ikkalasi bitta joyda turibdi. Mana bu o'ziniki, mana bu yanginiki. Ikkalasini ham qoldirdim, olib tashlasa bo'lardi, ko'ramiz hozircha. Mana bu вообще 21 ni ko'rsatyapti temperatura. Xullas, barakasini bersin. Bugun xudo xolasa, demak qo'yib yubordik. 59 ta tuxum qo'ydik. O'zimizcha yangi shu tuxumlarni yangisi, svejisi deb uni sartrofga qildikda 30 nechtasini olib tashladik hozir. Ya'ni 59 ga 32 ni qo'shdik. Shuncha bor edi tuxum. Shuni olib tashladikda, mana faqat mana shuni qo'ydik. Ularni o'zimiz yeb tashlaymiz. Buni hozir shunga qo'yib qo'ydik. Issiqda riskoat qilmaymiz, mana shu tursin dedik. Xo'p, hali u tuxumni sartrofga qilish, ya'ni svej emasligini sartrofga qilishni ko'rsataman, o'rgataman yo'lini. Biz birinchi gal uni sinovdan o'tkazamiz. Xo'p, 59 ta qo'yildi. Bugun chisloni demak 10-iyulda. Ya'ni 10/06/26 adashmasam yozib qo'yaman va hokazo. Bo'ldi. Xudo xolasa 21 kunda nasib qilsa natijani ko'ramiz inshaalloh. Narigilarni ko'rganingizdek natijani ko'ramiz. Mana toza to'xtatib qilib rolik qo'ydim. Duoda bo'lib turinglar jigarlar. Xudo xolasa zo'r rezultat. Yana 3 ta tuxum qo'shamiz. Bugun boya tug'ilgan. Xullas, boya qo'yishdi mana shu tuxumlarni. Nimalar tovuqlar. Hozir bunday qilamiz-da. Bismillah deb. Shunday anaqasini pastga qaratib qo'yamiz mana. Mana shunda xudo xolasa nechta bo'ldi bu? Hozir yo'qlik sanab olamiz. Umumiy tak 1 2 3 4 5 6 7 tadan 8 qatorida 8 56 olsa 57 58 59 60 61 62 ta bo'libdi xudo xolasa 62 ta tuxum. Mana endi bugun qo'ydik, o'sha bugun qo'yishgan tuxumlarni ham qo'yib yubordik-da xudo xolasa. Omon bo'lasizlar, charchamanglar, kanalga a'zo bo'lish esdan chiqmasin.